Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisizlar? Mana bugun biz yana 5 og'aynilar. Mana shu kuncha Tinchmisizlar? Ha, bugun shogirdlarimiz bor edi. Popdan, Qoraqalpoq qishlog'idan Jasurbek, Akmaljon degan shogirdlarimiz mehmonga chaqiryapti. Ha? Mehmondorchilik ketyapsan. Ustozlar, keyinlar sizlarga bir cho'qim ovqatimiz bor. Balig'imiz bor dedi. Ha, balig'imiz bor dedi. O'shanga ketyapmiz mana birgalashib hammamiz. Kuzatishda davom eting. Hozir davomini ham tashlaymiz o'sha yerda, xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Tilaklarimiz bo'lsa gapirib qo'yinglar. Qadrsizlar. Salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Juda qiziq voqealar bo'ladi edi. Bizdan omad ikkalasiga ham. Bizdan zerikmanglar, bizdan zerikmanglar. Diqqat bo'lish yo'q. Biz sizlardan zerikmaymiz. Ha. Ular bizdan zerikib qolmanglar. Nimaiki, hali ochiq oydin gaplar o'sha yerda Menga bo'ladi. qarab borimdi. Bizni mabodo beshovimizda o'sha o'zimiz tomonlarda bir o'g'illik ya bir jinoyat bo'lib qolsa, bizdan gumon qilib yurishmasin. Biz mana beshovimiz bittamiz. Bizdan gumon qilmanglar degan maqsadda bu videoni tashab qo'yapti. Diqqat olish yo'q. Ha, biz qishloqda emasmiz-da, biz Popda ketyapmiz. Pop tumanidamiz.